Hazillashmang ona bilan. Qo'rqing. Onaga ozor berish kerak emas. Ona ozorlansin. Ona duo qilsa, onaning duosi ko'kka yetib boradi. Onaga ozor bermang. U kelin bo'ladimi, ayolingiz bo'ladimi, zarracha ozor bermang. Abbos ibn Abdul Muttolib aytadilar: biz uchun yaqin bo'lgan Madinalik ansoriy bir yigitni og'ir xastaligini eshitib ko'rgani kirdik. Kirsak, haqiqatan holi tang holda edi. Bir vaqt g'arg'ara kelib jon taslim qildi, vafot etdi. Biz uni yuziga parda tortib qo'ydik. Bizni g'ala-g'ovurimizni eshitib tashqaridagi onasi kirib keldi. Farzandini yoniga o'tirdi, bolasini yuzini ochdi, u yog'ini ushladi, bu yog'ini ushladi, bolasini o'lganligini